Matematika bo'lgan. Xo'p, miyomalari 7,3 bitta, 25 ga bittasi. Tak, o'shani 32 deb beryapti hozir. O'sha payti bitta, ikkita, 3ta bo'lgan ekan. Hozir ham 3 taligacha turibdi. Bo'lganlar 2 ta dona qilib yozib berdi. 3 ta edi-ku bu. Xo'p, u payti endometriyga qon tomiri kirib ketgan. Hozir qon tomirlar yo'q. Endometriy yaxshi. 9 va 6 qanchalik cheyni qildik? Mana keyingi 3-chi oy bo'ladi. Shu. 3 oydan keyin tortmayapti, menopauza boshlandi. Nima kerak? Spiral bo'ladi menopauza. Ona tarafda, amma taraflarda necha yoshda boshlansa, sizda ham shu yoshda boshlanadi. Endi sizni vaziyatingizda ko'rdingiz, endometriy o'sib ketaverdi, qon ketaverdi, bir marta chistka qildik, bir marta gastroskopiya qildik, o'sha bilan qon to'xtatdik, lekin matkani saqlab qoldik. Mana bugun hozir endometriy 9, yana bitta ikkita menstruatsiya bo'lasiz. Agarda tuxumdondan o'zi 12 yoshimizdan boshlab gormonlarimiz ishlashni boshlaydi, birinchi menstruatsiya kelgan kundan boshlab 40-45 yoshgacha. Mana shu 40-45 yoshga borib funksiyasini tugatadi, ya'ni o'zi chiqishni to'xtatadi. Agarda birdaniga to'xtatib qo'ysa, holat yomon bo'lib qoladi. Mana hozir sekin-sekin hali ishlab turibdi, o'shanda ham chidolmayapsiz. Qizib ketyapman, asabiylashib ketyapman, davleniyam oshib ketyapti, oyoqlarda og'riq boshlandi, yurakda o'zgarishlar boshlandi deb. Endi birdan to'xtatsa, tasavvur qiling qanaqa bo'ladi. Organizmni moslashtirib, sekin-sekin funksiyasini to'xtatadi. Hali yana bitta ikkita menstruatsiya bo'ladi. 6 oyda bitta, 3 oyda bitta bo'lib, undan keyin demak to'xtaydi. Endi mana bu estrogen qatnashardi bizani vegetativ nerv sistemamizda. O'shaning uchun yarimta gap kam, bitta gap ko'p, yig'loqlik, injiqlik boshlanadi. Bu estrogen yana qatnashadi qon ivish tizimida. O'shaning uchun trombotsitlar ko'payadi, qon quyuqlashishni boshlaydi. Kalsiyga ham aloqador joyi bor. O'shaning uchun bo'g'imlaringizda og'riq bo'ladi. Oxirgi qatnashadigan joyi bu terini namligi. O'shaning uchun jinsiy sohada, jinsiy lablarda qichish boshlanadi mana shu periodda. Endi mana shu holatingiz qanchagacha davom etadi? Bu ham nasliy ravishda. Asoratsiz o'tib olishimiz uchun qonni suyuq quyuqligi, vitamin D, kalsiyni nazorat qilib turasiz. 3 yilmi, 5 yilmi vaqt davomida. O'shanda davleniyalaringizga bitta yaxshi kardiolog topasiz, ular u bilan ishlashni boshlaydi.